Assalomu alaykum cholab-chuluplarim. Mana bugun endi gapirsak bo'laveradi, chunki Shahloni kutdim, javob bor, na alik bor. Gapirmayapti. Qarochi, Allayor bilan yashab yurgan vaqtida Shahloni o'zini radnoy dadasini Allayorga telefon qilib turib, "Jonim, mana ko't uyimizga yana kelib oldi" deb ko't deb dadasini aytayapti. Ko't uyimizga kelib oldi, bolalarni jo'natib urdiring deb turib, o'zini onasi eshikni ochib, radnoy dadasini rosa urgan. Rosa urib turib, ustidan kulib, bechorasini uydan chiqarib yorib dadasini videoga syomka qildirgan Allayorga. Dadasini qazoqqa jo'natib yuborgan. Shahlo qizimiz kecha o'zi ham aytib berdi. Shahloning aytishi bo'yicha u qiz keliniga teginmoqchi bo'lganmish. Endi bizlarda o'zbeklarda bitta maqol bor-da, dadang tentak bo'lsa boylab boq deb turib. O'zini dadasi oq qilgan ekan bu qizni. O'shaning uchun farzandini dadasi o'stirmoqchi bo'lsa kerak bu qiz. Keyin ajrashishga keladigan bo'lsak, nima sababdan ajrashganlarini men sizlarga keyin aytib beraman. Hozir juda o'zidan ketib qolyapti bu qizdan javob qaytaryapti, boshqa narsa boladan voz kechyapti. Endi o'zini dadasini qanday qilib urdirishi mumkin? Meni etlarim bijirlab ketdi, rostini aytaman. O videoni ko'rib turib, dadasini urdirgan videoni ko'rib, "Ko'tsan, go'tsan, chiqib ket uyimizdan, chiqib ket, sening men akam yo'q" deb turib qichqirib yotibdi, baqirib yotibdi. O'zini dadasini qanday urdirish mumkin odam? Biz buni maqtab yurib xalq ko'taramizda, ota-onang tentay bo'lsa bog'lab boq, dadani